Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Paykeldamiz. Xo'p, pomidorlar va qovunlarimiz xudo xolasa yaxshi, o'zgarishlari zo'r. 26 aprelda ekilgan qovunlarimiz mana 5 quloq, 6 quloqqa qarab ketyapti. Mana xudo xolasa bularda yagona qiladigan vaqti kelyapti. Bular jo'raqand. Jo'raqandlar, naryoqda ko'kcha, qishki qovunlarimiz, ichi qizil, ko'k turna, har xil navidan bor. Ob-havo bu yil ancha salqin, yomg'irli havo bo'lganligi uchun o'sish jarayoni suslashib o'syapti. Mana endi ancha boshlanib qoldi. Oldi 5 quloq, orqasi mana 2 quloq, 3 quloq, 4 quloq bo'lib boryapti. Mana bugun ham bulut ob-havolarimiz. Bizda kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqa videolardan qo'yib borib turamiz. Podpiska bosib qo'yinglar, obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariyalarda, izohlarda faol bo'lib turinglar.